Rahmat, rahmat. Akalar bittadan like'larni bosib qo'yaylik. Mana YouTube egasiga telefon qildik, mana ko'tardilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Salomatmisizlar? Ishlar bo'lyaptimi? Kayfiyatlar zo'rmi? Allohga shukr, Allohga shukr. Gap yo'q, gap yo'q. Bahor kayfiyati. Bahor kayfiyatimi? Gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Qani ismingiz nima, opa? Ismim Dilafruz Jalilova. Dilafruz Jalilova. Gap yo'q. Qayerdansiz? Qashqadaryo, Yakkabog' deymiz, lekin Yakkabog' stansiyasidanman. Yakkabog' stansiyasidan. Gap yo'q. Xizmat qayerda bo'lyapti? Endi xizmat nima deyman, o'zi 2 kun bo'ldi, Moskvada edi. O'zbekistonga kelganman, shuning uchun bahor kayfiyati deyapman. Ha. Bizning o'yinimizda ishtirok etdingizmi, opa? Men boshidan ishtirok etib kelaman, birinchisiga chiqmagan, ikkinchisiga 2 marta 6 mingdan chiqqan. Keyin bilet olganman, men pulini olmaganman, bilet bering deb aytganman. Gap yo'q. Kechagi finalimizda nechta biletingiz bordi? Bilet olganmidingiz? Bilet olganman, olganman. 5 ta biletim bor. 5 ta biletingiz bor. Bilet raqamlaringizni bitta aytib chiqing qani opa. Men sizga keyin aytaman bugun. Bir gapim bor. Hozir. 202 birinchisi. Aha. Ikkinchisi 720. Uchinchisi 891. To'rtinchisi 1283. 83 o'zi. Bo'ldi, gap yo'q. 891 sizning raqamingiz, to'g'rimi? 891 mening raqamim. Eng oxirgi biletim. Oxirida erta olay dedimda. Oldim. Gap yo'q. Kecha nima telefoningiz ishlamadi opa? Sizga shuncha chiqdik, bizlar shuncha chiqdik, telefon ishlamadi. Admin imodan qildi, Telegramdan qildi, WhatsAppdan qildi, tusha olmadik. O'shanda men samolyotda bo'lganman, kelib simkarta olgan bo'ldim. Allohga shukr, bugun olib, ana registratsiya qilish kerak ekan telefonni. Ha. Registratsiya keyin ochildi. Ochilmas ekan. Gaplashishga iloji bo'lmadi-deng. Gap yo'q. Dilafruz opa, Qashqadaryo viloyati Yakkabog'danman dedingiz-a? Yakkabog' stansiyasidanman. Yakkabog' stansiyadan. Opajon Dilafruz opa, chin qalbdan tabriklaymiz. 891-bilet raqam egasiga $2000 pul yutug'i chiqdi opa. Tabriklaymiz. Rahmat. Omadingizni bersin. Endi pastga opalarimiz ham yutsin-da endi, qachongacha endi opa-singillarimiz ham yutsin-da endi. O'tgan safargi o'yinimizda Sabrina opamiz $1000 pul yutgandilar. Bu safargi o'yinimizda Dilafruz opa $2000 pul yutug'i egasi bo'ldi. Chin qalbdan Pahlavon Mahmud jamoasidan mana shuncha sizni hozir to'g'ridan-to'g'ri efirda turibsiz. Efirda turgan shuncha insonlar nomidan tabriklaymiz. Rahmat. O'zimning ham tilaklarimni bildirsam maylimi? Albatta, bemalol opajon. Judayam quvonchli xabar bo'ldi. Endi Moskvadan kelgan odamni orqasidan pul qidirib kelsa, u judayam sensatsiya. Pahlavon Mahmud kanaliga hamisha men rivoj tilab kelganman. Hamisha kommentariyalarda bilsangiz agar yozgan juda ko'p men bo'laman lekin. Hammaga omad tilayman. Dilafruz opamizni o'zlari ekan mana kommentariyani boyitib kelayotgan Dilafruz opamiz. Gap yo'q. Hammaga assalomu alaykum. Gap yo'q. Dilafruz opa, agar mumkin bo'lsa, oxirgi o'sha WhatsAppda bizlarga bilet hozir kommentariyada ko'rib qoldim. Bilasizmi, men kallam birdan qiziqib ketadi. Borki, hozir kimdir yozdi, telefon nomerini aytsin deyapti, biletlar ro'yxatdan tekshirib ko'raman deyapti. Oxirgi o'sha bilet olgan 4 ta telefonimizda oxirgi 4 ta raqamini aytib yuboring opa. 4959. Omadingizni bersin opa, chin qalbdan tabriklaymiz Dilafruz opa. Har doim mana shunaqa bahoriy kayfiyatda aktiv bo'lib yuring. Opa singillarimiz ham gaziga bossin. Mana Dilafruzxon deb yozyapti, Sabrina opamiz yozyapti mana. Sabrina, yaxshimisiz, zo'rmisiz, ko'rishmaganmiz mana, endi meni ko'rdi. Yoqda yana bir do'stim bor. Sirdaryomi nima? Jizzax Somsa derdik, bilmayman. Ha, Shavkatjon akamizmi? Ha,
Gap yo'q. Xursand bo'ldi. Gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q. Tabriklayman Dilafruz opa, yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlatib yuring. Mana shuncha obunachilarga addi shu ko'ngildagi ikki og'iz taklaringizni aytib qo'ying, bo'ldi opa. Mana o'ylanglar, обязательно yutasizlar. Alloh bor. Bu yigitni men har doim kuzatib boraman. Ko'ngilda kiri yo'q. Rahmat. Hamisha hammamizga Allohdan shunaqa quvonchli kunlar nasib qilsin. Nasib. Allohga shukrki, havola deyapman. Juda xursandman. Gap yo'q. Gap yo'q, gap yo'q opa. Hammaga rahmat, o'sha kommentariyani yozganlarga ham rahmat. Salomat bo'ling. Hamma Rahmat. Omadingiz bersin. Har doim mana shunday yaxshi kayfiyat tark etmasin opa. Salomat bo'ling. Pulni qayerdan olasiz endi ayting endi pulni. Siz O'zbekistonga surib yoribsiz. O'zbekistonga bo'lsa yoki uyimga kelingizlar mana. Bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q. Sizga albatta efirdan keyin bog'lanamiz. Siz qayerdan desangiz hech qanaqa kamomatlarsiz to'la to'kis pulingizni qo'lingizga beramiz. Gap yo'q. Kanaliga rivoj tilaymiz. O'ynanglar, Telegramga obuna bo'linglar. Hech ham adashmaysizlar. Rahmat opa. Salomat bo'ling. Dilafruz opa, omadingizni bersin. Sog'lik, salomatlik. Xo'p, opa, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat kattakon. Omadingizni bersin. Gap yo'q. Ana gap yo'q do'stlar. Dilafruz opamiz kechagi o'yinimiz o'sha final bo'lib o'tdi. $2000 pul yutuqlarini ko'tara olmagan, telefonlarini ko'tara olmagan 891 bilet raqam egasi. Chin qalbdan tabriklaymiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' stansiyada ekan Dilafruz opamiz $2000 pul yutuq egasi bo'ldi. Opamizga omad tilagan aka-ukalar bittadan layklarni bosib qo'yaylik. Sizlarga mana shunaqa chiroyli yutuqlar chiqishligi nasib qilsin.